Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrisini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab 9-qism. Qasdan uning ochig'ini keltirib, uningdan qamchi yeyishni xohlayotgan edim. Tunigun bir mahbusni qamchiladi, lekin u mahbusga qamchini og'ritmaydigan qilib urdi. Shuning uchun menga shunday qilamdi deb uning tishiga qasdan tegdim. U menga vaqirab, mendan yiroq tur, bekor qamchi yeysan dedi. Men uningga, sen menga qamchi urolmaysan dedim. Yandagi saqchimi bu gaplarimni angladi. U gaplarni yandagi saqchining anglab qolgani uchun bu saqchi qattiq g'azablandi. Mana endi ko'rsan dedi-da, qamchi bilan meni toza urishga boshladi. Lekin og'ritmas edi. Chunki u qamchi urish qoidasini ishlatmayotgan edi. Men uningga, sen haqiqiy inqilobchi emas dedim. U yuzimga tikilib qarab qo'yib yenimdan ketdi. Bu cho'lda issiq ajoyib bo'ladi. Biz tash koniga kelayotganimizda quyosh tehi chiqmagan edi. Bugungi kun mening unutmaydigan bir kunimdir. Tashliq tog' oldingi kunlarga qaraganda bugun bakroq issigan edi. Soat 3 ga yaqinlab qolganda mahbuslarning faryodi ko'payishga boshladi. Taraf-tarafdan kelayotgan faryodlar yurakni ezatdi. Chunki havoning issiq harorati badanni kuydirish bilan birga galni quritib nihoyat usustatdi. Qo'saqqa yegan tomoqmi faqat o'lib qolmaslik uchun bo'lg'achqa hamma mahbuslarning badani ojiz edi. Bu qiyin qistoqlardan boshqami saqchilarning qamchilari pat-pat tegib turadi. Bu zulmdan azoblanayotgan ingrashlar yurakni qon qilib etgan edi. Tashkani jon bozoriga aylangan edi. Leninning mundaq mashhur so'zi bor edi. 2 qadam orqaga, 1 qadam oldiga. Uning bu falsafasini eslab qoldim. Shuning bilan men o'z falsafamni o'qib chiqdim. Kommunizmda inson nafratda 2 qadam oldiga, insoniylik va marhamatda 2 qadam orqaga. To'satdan Musa akaga ko'zim tushib qoldi. U tunurda qizib ketgan toshning ustida qimirlamay yetibdi. Lavlar bilan nimalarnidir pichirlar edi. Men uning yeniga borganimda dahshatli manzaraga guvohchi bo'ldim. Qirib, muhchiyib ketgan boboyning ko'zlari tayoq zarbasidan zangoqlarga eqayotgan ekan. Ammo Musa aka shuncha og'ir azobni tortayotgan bo'lsa-mu, og'riqdan vaqirmas edi. Faqat u La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh degan so'zni ovozlari bo'g'ilgan, nafslari siqilgan, xir-xir ovozda davatadi. Bu ahvolni ko'rib nima qilishimni bilolmay g'angirab qoldim. Hatto uningga qandoq yordam qilishimni bilolmasdim. Yoki uningga bir yutum suv berishmi qo'limdan kelmadi. Uning bu ichinishli holiga hech qanday yordam qila olmay, nihoyat o'ng'aysiz ahvolga tushib qolgan edim. Bu umrimda ko'zning eriginini, qarchuq bilan oq yog'ning qon bilan orlashib odamning zangoqidan oqqanligini hatto anglabmi boqmagan edim. Ammo bugun o'z ko'zlarim bilan bu ahvolni ko'rayotgan edim. Uni Musa aka, ko'zingizni ochsangiz-chi Musa aka deb chaqirdim. Lekin u mening so'zlarimni anglamadi. Balkim so'zlarim uning quloqiga kirmagan bo'lsa kerak. Lekin uning yuzlarida azoblanish ifodalari yo'q edi. Faqat o'ziga o'zi nimalarnidir pichirlayotgan edi. Ammo uning oxirgi so'zlarini g'uva angladim. U meni ziyorat qilg'ili kelganingizdan bakmi xushal bo'ldim. Ey Allohning rasuli, meni saqlang. Ey Allohning rasuli, men siz bilan ketaman. Bu so'zlar uning hayotidagi eng oxirgi gaplari bo'ldi. Ondan shu holatda jini chiqdi.
bu ahvollardan badanim jig'ildab ketdi. Xuddi beshimga tog'ni qo'yib qo'ygandek bo'lib, beshimni ko'tara olmay qoldim. Necha kundan buyoqqa jazirama issiq u yoqda qoldi. Bu manzara menga nihoyatda ta'sir qilgan edi. Musa aka ajoyib taqvodor musulmon bo'lib, mana endi bu dunyodan ketadiganda ajoyib murosim bilan vidolashgan edi. Chunki uning oxirgi so'zlariga ko'ra Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam uni ziyorat qilib kelgan edi. Bir qatim bizga u nasihat tariqasida gap qilib, har qanday kommunist rahbari oldi bilan diniy olimlarni xalqqa yomon qilib ko'rsatdi. Bir imomning aybini ming imomga o'tatkizdi. Lekin Allah uchun ibodat qilayotganlar bu targ'ibotlarga aldanmaydi va yo'llarida davom qiladi. Albatta men bir musulmon bo'lganim uchun kommunistlarning hech bir so'zlariga bo'ysunmadim. İnşallah ölsem dinim bilen ölümen. Rasulullah bizge topshirgan omonatni u zotga xiyonat qilmasdan qaytarman degan edi. Musa aka ajoyib yaxshi bir molla edi. Shuncha qiynoqlar ichidimi namozini hech qachon tark etmas, davomi o'qar edi. Bugun Turkistonning sharqida yoki g'arbida mukammal islomga iymon keltirganlar bor deyilsa, albatta ularning hammasi mana mushuningdek iymonliq musulmon olimlarimiz sababli yetishib chiqqan edi. Men yilqi saqchidan o'tib, bu buvayni ko'mishimizga va namozini o'qishimizga ruxsat bersangiz dedim. U saqchi g'azab bilan yuzimga qarab qo'ydi va tezroq bo'linglar, eng qisqa duoni o'qinglar dedi. U saqchining shu g'azabining orqasida yumshoqlik bor edi. Buni his qila oldim albatta. U bizga ish og'ritganligini bildirmaslik uchun qo'lidan kelganicha tirishgan bo'lsa-mu, haqiqat uni chondirib qo'yadi. Ko'nalarda aqllar adashadi, ammo qalb hech qachon adashmaydi degan gap bor edi. Tog'ning yenidla bir joyni tepib, tezlik bilan qazdik va 10 kishi namoz o'qish uchun to'plandik. Mana bu qiyin qisliq ichida kommunist rejimidan 2 qatim yaxshilik tegdi. Birinchi qatim Musa akaning jinoza namozini o'qib olishimizga ruxsat berishi. Ikkinchisi qorong'u kamerda shu 9 oy turgandan keyin munchiga bir qatim tushishimga qarshilik qilmasligidir. Biz namoz o'qimoqchi bo'lib to'plandik. Ammo hech birimizning tahorati yo'q. Tahorat elish uchun bu yerda suv ham yo'q. Shuning bilan oramizdagi biraylan tayammum qilishni o'rgatib qo'ydi. Tuproq bilan tayammum qildik. Shu vaqtda tahoratning maqsadining ozroq tushungandek bo'ldim. Ba'zilar tahorat qilishni arablarning tozalanish uchun o'ylab topgan narsasi deyishadi. Mana hozir uning asli maqsadini tushungan edim. Biz elayotgan tayammum nomidagi tahorat 2 qo'lni tuproqqa urib, undan keyin qo'llarini yuvgandek qilib yuziga surtish, ondan keyin qo'llarni surtish. Bu moddiy tozlikqa hech qanday aloqasi bo'lmagan ma'naviy poklik edi. Hatto tahoratni tayammum bilan ilib tayyor bo'ldik. Biroq jinoza namozini qanday o'qar edi? Men buni hech qachon o'rganmagan edim. Menga o'rganish uchun vaqt yo'qmi deb bildim. Musa akaning jinoza namozini men o'qiy olmadim. Faqat bir chetda nihoyatda afsuslanishlik bilan qarab turdim. Bugun dunyoning har joylaridagi millionlagan yoshlar jinoza namozining qanday o'qilishini bilishmaydi. To'g'ri, bilishmaydi. Chunki Alloh taolo ularga bergan vazifani bajarishmaydi. Bajarganlar bo'lsa hammaga yetishib bo'la olmaydi. Osh kuni toki hozirgacha nima uchun namoz o'qimaganimni tushunib yetdim. Kechda hordiq bilan zinnatlangan badanni so'rab, Musa akaning qayg'usida yotoqqa qaytib keldim. Ko'nglim bakli yerim edi. Kecha yosh to'kib saharga yaqin uxlab qoldim. Endi uxlagan edim. Ahmadning tepishi bilan uyg'onib ketdim. U, "Qo'ba, sana muhim gapim bor," dedi.
Onun bu sözlerden ajablandim. Onundan ishonchim yo'qolgani uchun onunga ozroqmi qiziqishim qolmagan edi. Men nima bo'ldi? Qanday xabar? deb so'radim. U meni silkib, "Oldi bilan qo'pib, uyqungni och, ondan aytaman", dedi. O'rnimdan turib, karvatimda o'tirdim. U shumliq ko'zlar bilan ko'zimga qarab, "Aslida bu xabarni sana aytishni xohlamas edim. Lekin sana yaxshilik qilish yuzidan sana deb beraman. Hali ham esingda bormi? Seni yuyundirib qo'yganim. Uni unutmagansan", dedi. Tishlarimni g'ichirlatib pichirladim. "Ha, unutmadim. Albatta unutmayman. U men uchun sening eng cho'ng yaxshiliging. Endi nima gaping bor?" dedim. "Sana yaxshilik qilish uchun ayolingga xabar avatib sening bu yerda ekanligingni va hayot ekanligingni bildirib, sana bir xush xabarni sovg'a qilmoqchi edim. Lekin", dedi. Xuddi u ko'ngli nihoyat yerim bo'layotgandek rolga kirib, so'zini davom qildi. "Ichimizga eqib kirgan diniy bo'lginchilar sening uyingni bostirib beribdi", dedi. Endi rol o'ynash navbati menga kelgan edi. Nihoyat ochchig'im kelgandek o'rnimdan sakrab turib ketdim. "Meni aldamagansan-a? Keyin nima ishlar bo'pti? O'tinay tezroq aytsangchi", dedim. U gapni suzayotgan edi. "Aldirmay turib, o'zingni besib ol, hozir aytaman. Bilsang, har qanday odam yomon xabarni tezdan aytolmaydi-da", dedi. "Shu kunlarda sening yaxshi xabaring bor degidek, hatto sen elib kelgan yomon xabarni anglab xafa bo'ladigan odammi bormidi? Nomussiz, pastkash", dedim ichimda. Men rolimda davom etib, "O'tinay, tezroq aytqincha, yuragim siqilib ketyotidi", dedim. Mening ko'zlarimga pastkash ko'zlar bilan qarab, "Rostli farzanding bormidi?" deb so'radi. Shu topda uning xiyolidan qandoq shumliqlar o'tayotganligini kim biladi? Men uningga, "Shundoq bir qizim bor edi. Men kelganda qizim 1 yoshda bo'lib, xotinim 2-chi bolamga homildor edi", dedim. Endi uningga bolalarimning masalasini so'rash chiqib qoldi. Shu topda u gap so'zga salla diqqat qilmasa, yolg'onchilikqa belinib qoladi. U, "To'g'ri, uni bilaman. Unutganligim uchun so'rayapman", dedi. Men, "Sen nima demoqchi eding? Aytqinchi", dedim. U, "Sana aytmoqchi bo'lganim, ichimizga eqib kirgan bo'lgunchilar ayolingga tajovuz qilibdi", dedi. Uning gaplarini anglabla rolni davom qilish uchun qo'llarim bilan yuzimni itib, nihoyat bearam bo'layotgan odamdek gap qilishga boshladim. "Koshki bu gaplarni anglashdan burun o'lib ketsam-chu", dedim ovozim bo'g'ilgan holda. Ondan karvatning ustiga o'zimni tashlab, yolg'ondan azoblandim. U mening azoblanayotganligimni ko'rib turish uchun meni qasddan tosh qoniga avatmadi. Ammo men bir kun rohatlanib dam oldim. O'ydirma ayolimning sharofati bilan kommunizmdan bir kunni o'g'irlagan edim. Ahmad orliqda kelib meni yo'qlab turardi. U mening bu azoblardan yig'lig'inimni ko'rishni umid qiladi. Pastkash it. Uningga bo'lgan nafratim borgan sari eshiyotgan edi. Bütün tortgan qiynoqlarim bir tarafda, uning bergan qiynoqlari bir tarafda edi. Ahmad menga bu yangi qiynoq usulini topgandan keyin boshqa qiynoqlarni izlamadi. Ertasi yana shu tosh qoniga yo'l oldik. Sanduqlar turgan dolning oldiga kelganimizda yana ularga qaradim. Yo'limizdagi eng yaqin sanduqlar bizdan 100 metrcha uzoqlikda edi. Qashki sanduqlarda nima borligini bilsam, ichimdagi narsa besqar edi. Yana shu ko'ni qiynash usulidagi toshlarni parchalash bilan azoblanayotdik. Bugun bu yerda 10 kishi o'ldi. Ularni shu joydagi qo'langan chuqurga ko'mdik. Ularning jinoza namozini o'qitmadi. Lekin boshqa bir akash 5 kishini tayyorlab qo'ygan ekan.
Ular kömüş işleri bilan mashg'ul bo'lib turganda namozni o'qiyapti. Men hayron bo'lib, shundoq namoz o'qismi bo'lamdi deb so'radim. Bir ahli ilm akash ko'zlariga yosh to'lgan holda javob berdi. Alloh xolisi bo'ladi, dedi. Kunlarimiz har xil qiyinchilik bilan o'tar edi. Ahmad yana oldimga keldi. Sana bir gap aytaymi? Dedi u. Ayt, dedim men. Daim sana yomon xabar elib kelganimdan men tulumi xijil. Ayoling tajovuzdan keyin homildor bo'lib qoldi, dedi. Men, shundaqmi? Sen bu xabarni qayerdan bilding? deb so'radim. U ovozi tutulib javob berdi. Bizni bilmaysanmi? Bir soat ichida butun dunyodan xabardor bo'lamiz, dedi u. İçimde onun yüzüge tükürdüm. U bana her daim bir xabar elib keladi. Bu vaqtlarda ocham bilan onamni o'yladim. Ularning hayot ekanligini his qilar edim. Ajiba bir kun uchrasha olarmanmi ular bilan? Ana shuni har doim o'ylaydim va o'zimdan qayta-qaytalab so'raydim. Hey dunyo, bir paytlarda insoniyatning ozodligi uchun jinimni tikkan kommunizm meni dadamdan, onamdan, qarindoshlarimdan ayirishini kim o'ylagan edi? O'rnini to'ldirishim uchun biror imkoni bormidi kashki? Ah, yoshligim. Ah, arzu armonlarim. Tash konidan qaytishga tayyorlanayotgan edim. Qorong'i tushib qolgan edi. Putlarga kishan selish boshlandi. Qamoqxona bilan tash konining orasida taxminan 1 soatlik yo'l bor edi. Xiyolimga bir fikr kelib, toshlarning orqasiga bekinib oldim. Ondan bu kecha sanduqlar ichida nima borligini bilish uchun bakrak qorong'i bo'lishini saqlab turdim. Hamma mahbuslar ketdi. Ko'zdan xila yiroqqa ketgandan keyin tashqariga chiqdim. Ondan shu sanduq tarafga qarab moldim. Kech kirib qorong'i tushdi-yu, ammo kunduzga hojat qoldirmaydigan darajada oydin bor edi. Balkim siz bu yerlarni o'qib etib, nahayda yaxshi bir qochadigan imkoniyat borligida bu odam nima uchun qochmadi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Tizdan sizning bu xiyolingizdan javoblandiray. Bu yer qadimiy shahar ichiga o'xshash bo'lib, hamma taraf egiz elektr tok ulangan turuklar bilan o'ralgan edi. Her 50 metrda bir tal askar turardi. Ammo bu yo'ldan qochib, qo'lga tushib qolmasa, boshqa qo'rqinchli ish yo'q edi. Men qorong'i tushishni saqlab yetib uxlab qoldim. Shuning uchun qochishni o'ylashga fursat ham bo'lmadi. Uyg'onib, o'melab menib sanduqlar bor yerga keldim. Ammo yo'l bilan sanduqlar bor yer oralig'ida horiliq simlar bor ekan. Simlar ostidan o'tish uchun sim tam ostidan qo'lashga boshladim. Bedenim elektr to'qiga tegmaydigan darajada qo'lgandan keyin sanduqlar bor rayonga o'tib oldim. Men sanduqlarga yaqinlashgan sirim ulardan batbo'y puroq kelishga boshladi. 25 yoki 30 qadam qolganda shundoq dahshatli ko'rinishga ko'zim tushdiki, yuragim so'qishdan to'xtab qolg'ila tas qolgan edi. Sanduqlarga yaqinlashqila 10 qadam qolganda quloqlarimga g'alati ovozlar anglanishga boshladi. Bu ovozlarning hammasi sanduqlarning ko'pinchasidan kelayotgan edi. Bu nimaning ovozligini qat'iy bilolmayotgan edim. Birinchi sanduqning oldiga kelganimda dahshatdan badanim titrab ketdi. Shuncha ig'ir qiynoqqa yo'qolmagan aqlim yo'qolib qolay degan edi. Butun badanim titrab, unlik ovozda: "Ah, nima kunlar bu? Ah, Xudo!" deganimni bilaman. Keyin putlarim bo'shab, beshim aylanib yerga yiqilib tushdim. Taxminan 1 soatga yaqin sarangdak bo'lib qoldim. U yerni unchalik ham yaxshi eslay olmayman. Ko'rganimga ishonganim kelmas edi.